Tramvay, piyoda va relsiz transport vositalari uchun tartibga soluvchi ishoralarning ahamiyati. Tartibga soluvchining ishoralari quyidagi ma'nolarni bildiradi. Qo'llari yon tomonga uzatilgan yoki tushirilganda chap va o'ng yon tomonidan tramvayning to'g'riga, relsiz transport vositalarining to'g'riga va o'ngga harakatlanishiga, piyodalarga qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat beriladi. Oldi va orqa tomonidan barcha transport vositalari hamda piyodalarning ham harakatlanishi taqiqlanadi. O'ng qo'li oldinga uzatilganda chap yonidan tramvayning chapga, relsiz transport vositalarining barcha yo'nalishlarida, oldi tomonidan esa barcha transport vositalarining faqat o'ngga harakatlanishiga ruxsat beriladi. Orqa tomonidan va o'ng yonidan barcha transport vositalarining harakatlanishi taqiqlanadi. Piyodalarga tartibga soluvchining orqa tomonidan qatnov qismini kesib o'tishga ruxsat etiladi. Qo'lini yuqoriga ko'targanida transport vositalari va piyodalarning barcha yo'nalishlarda harakatlanishi taqiqlanadi. Lekin keskin tormoz bermasdan to'xtashga ulgura olmaydigan transport vositalarining haydovchilariga harakatni davom ettirishga ruxsat etiladi. Tartibga soluvchi haydovchi va piyodalarga tushunarli bo'lgan boshqa ishoralarni ham berishi mumkin. Ishoralar yaxshi ko'rinishi uchun tartibga soluvchi jezl yoki yorug'lik qaytaradigan qizil rangli moslamalarni qo'llashi mumkin. Yo'l harakati qatnashchilarining e'tiborini jalb etish uchun hushtak bilan qo'shimcha ishora berilishi mumkin. Sariq ishora yonganda yoki tartibga soluvchining qo'li yuqoriga ko'tarilganda, yuqorida sanab o'tilgan joylarda keskin tormoz bermasdan to'xtashga ulgura olmaydigan transport vositalarini harakatni davom ettirishga ruxsat etiladi. Ushbu ishoralar berilganda qatnov qismida bo'lgan piyodalar uni bo'shatishlari, agar buning iloji bo'lmasa, qarama-qarshi yo'nalishlardagi transport oqimlarini ajratuvchi chiziqda to'xtashlari kerak. Temir yo'l kesishmalarida svetoforning miltillovchi qizil ishorasi bilan bir vaqtda piyodalarning kesishma orqali harakatlanishi taqiqlanganligi to'g'risida qo'shimcha axborot sifatida tovushli ishora ham berilishi mumkin.